Gollandiyada men yo'llarni qaranglar. Bozorchilik qilgani keldim. Qarang. Binolar. Bu yerda juda daraxtlar ko'p. Daraxtlar ko'pligi uchun mana shunaqa qish kelayotganda hamma yo'q. Shunaqa g'ozon bo'lib ketar ekan. Ona nima qilyapti uni? Ota qo'yibdi-yu. Shunaqa gaplar, mana yo'llarni qaranglar. Mana Gollandiya qishloqlar. Bu unaqa katta shahar emas. Qishloq joy mana. Yo'llarni qaranglar. Qonni mana burchakka bosilganda yo'llari. Qaranglar mana. İnsanlarda farovon yashayotganligini ko'rib hayron qolasiz. Mana unaqa katta qasr uyda yashayotgan yo'q mana shular mana. Bitta oilaga yetarlik mana shu ixchamgina uy. Ko'ryapsizlar? Ha. Pastida bordir 2 ta xona. Tepada bordir 3 ta xona. Ha. O. Bu yerda velosiped kelaverib jonga tegar ekan ana. Ana qizim rahmat aytib ketyapti. O, bolalar bog'chasi. Ha. Mana g'ozonlarni uncha tozalab ketyapti. Hash-pash deguncha mana tonni yig'ishtirib toza qilib tashlaydi. Gollandiya bayrog'i. Niderlandiya bayrog'i. Hamma velosipedda yurar ekan bu yerda. Toyota Yaris. Zo'r mashinada shunaqa yaxshi ko'raman. Ha, yo'llarni qaranglar, poni burchatga bosilgan. Mana mayallar, odamlar uylarini qaranglar. O domlar. Yozda umuman bu yerlarda musur degan narsani ko'rmaysizlar. Hozir men velosipedlar yuradigan yo'lga yuryapman-da, o'zi piyodalar yuradigan joy mayerda ekanman. Menga bo'laveradi, men turistman-ku bu yerda. Meni ko'rib turist deydi-da bular. O'zi hech qanaqa turist emasmi? Tesla. Oh, Toyota Yaris'ni keyin Aygo. Toyota Aygo elektromobili. Gollandiya elektrotexnika bo'yicha juda ilg'or. Mana shular ko'k bo'lib yozda. Yomon chiroyli bo'ladi-da. Mana ibodat qiladigan joy ekan. Cherkov. O, qo'ng'iroqlar chalinib hammani ibodatga chaqiradi. Tesla S model ekanda. Oh, chiroyliligini qaranglar. S model so'nggi model. Ha, piyoda kelganda netdan chiqib kelayotgan bo'lardi. Velosiped yurmasin, uni zigzag qilib qo'yibdi. Piyodani yo'liga velosiped yurmasin deyapti-da. Qaranglar mana yo'llar. Hamma velosipedda yuradi bu yerda. Yugur yurtdan. So'ltamat. Sportsmen. Bu meta kema ketyapti mana. Buni ham ko'rib olasizlar-da mana. Yuk olib ketyaptimi? Kichkina kanallardan ham foydalanadi mana. Pulini to'lasangiz hamma o'zi olib borib beradi mana shunda. Mashinani ham yuklayapti. Kimdir mashinamni olib borib ber degan bo'lsa kerak-da. Mana bizdagi Janubiy Farg'ona kanalidan ham foydalansa bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib. Ancha narx arzonlashadi. Yuk tashish narxlari bor. Bu o'zimiz Farg'ona kanalidan ham kichkina-ku bu. Borani o'shanchalik deylik. Necha kilometr uzunligi? Shuni ancha tejaydi-da. Yuklarni u yoqdan bu yoqqa tashish kerak bo'lsa.
O'sha ham bir tadbirkorlik. Mana shu bolaga qo'shilib men ham o'tib ketdim. Yashil yonib qolganda. Lipillatib yugurib o'tib ketaman. Svetoforlar qarang, piyodani yo'liga alohida, velosiped yo'liga alohida. Mana bu texnikani ko'ryapsizlar? Gollandiya. Analog'i Niderlandiya. Menga ajoyib nima qilib qarashadi bular. Haydib salom berishadi. Kim ko'rsa salom beraverar ekan. Agar bo'sh bo'lsangiz, mana telefondan ancha-muncha gaplashib, mana qilib ketayotganimni ko'rishib qolsa, indamaydi. Fiat kompaniyasining mashinasi. Elektromobil. Chotki mashina o'zi ham. Shuna qilib ketaveramiz. Odamlarning uyini qaranglar. Bizga o'xshab qasr qilib tualetini tilladan qo'ygan yo'q. Lekin ichiga kirsak, hamma yo'q bo'ladi. Bitta oila yashash uchun nima kerak bo'lsa bor mana. Bitta uy qurguncha umrimiz yetmay qolyapti kerak bo'lsa. Bizda katta qilib uy boshlab olamiz. Hozir men sizlarga yana ham yaqindan ko'rsataman. Mana bu yerda zo'r krasovkalar bor ekan. Narxi juda qimmat ekan deb aytlardi. O'zini xalqiga hech narsa emas. O'zini xalqiga arzon. Mana Zipark. Bet Bata Superstore. Yo'q palagi. Ana, yana bitta enam velosipedda kelyapti. Bratishkam shekilli. Yo, enam ekan. Qaranglar mana. Mana g'ozonlarni menga tashlaysizlar. G'ozonlar shipir-shipir tashlab yuborasizlar uylardan olib chiqib. Mana qilib qo'ygan mana. Bu mashina o'zi yuklab ketadi. Mana sizlarga ko'rsatib qo'yaman, isbot dalili. Mabodo tozalikka hissingizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, g'ozonni shipirib o'shaning ichiga to'kib qo'yasiz. Uni o'zi texnika kelib olib ketadi. Mana qanaqa bir emas katta bu uylardan, kichkina hech narsa yo'q mana. Bo'ldi bitta oila. Zato yomonlik qilmayapti birovga. Qo'shnisi bir mashina tosh to'ksa, hasaddan ichi kuyib ketmayapti. Mana. Ko'ryapsizlar? Mashinasi turibdi, o'tin ham bor mana, yeslishdi. Yo'qsa kerak edi baniyasiga. Kamenniy pech ko'pida. Uylar qaranglar. Bunaqa katta qasr emas-da mana. Pastdekkina fundament yo'q. Bo'lmasa Gollandiya, Belgiya bu badqo'liqlarning ustidagi davlat hisoblanadi. Badqo'liq ustidagi davlat. Skromniy mana. Buni oxlamaydi, kraskalamaydi. O'zi g'ish, o'zi fasadning o'zi shunday. Chiroyli. Qaranglar mana. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy mahallalar. Mana aytdi, ishlab chiqarish bor ekan. Ancha-muncha manaqa tupurib netganimga xafa bo'lmaysizlar. Mana qaranglar, juda hafsalali deb odamlarchi. Men shunday hurmat qilaman bu millatni. Qaranglar. Xo'roz qichqiryapti. O'zi bu narsalardan yasab qo'ygan-da, chiroyli qilib. Xor qolish kerak. Mana qaranglar, mana bunaqa katta uy emas-da. Tepasida bolalar, pastda ota-onalar. Mana musor idishlarni qo'yib qo'ygan. To'lganda olib chiqib qo'yasiz. Mana ikkita, uchta davlat tomonidan qo'yib qo'ygan mana. Mashina olib chiqib qo'yib qo'yasiz. O'zi texnika kelib yig'ishtirib ketaveradi. Ish bilan ta'minlash kerakmi? Xalqni mana ish bilan ta'minlash mana bunaqa bo'pti. Agar meni davlat boshqaruviga qo'yib biror oddiy misol uchun nima desa bo'ladi?
Oddiygina. Qaranglar mana. Nima deyapti? Bu yerda mana sayr qilayotgan daraxt ichida. Bajarib qo'ysa, olib Misrga tashlaylar deyapti. Olib Misrga tashlash qo'yadi. Maxsus salafon o'zini nimalari bor. Olib darrov shunga oladi. O'zini maxsus musor tashlaydigan joyi bor, o'shaga tashlaydi. Hozir mana bu yerda mana men hali ko'rdim mana. Bolalar o'ynaydigan maydon. Mana. Hech qanaqasiga pulli emas. Bu yerda aeroport borda, mana samolyot tez qo'nib, shovqini jonga tegar ekan. Mana bu yerda mana daraxtlarning orqasi. O, aytlar mana. Men hali o'tdim. Mazza joylar ekan. Hali ancha-muncha odam umrida ko'rmagan. Shunaqa chiroyli qilib qo'yibdi, turniy deysizmi? Bolalar o'ynaydigan attraksion o'yinchilar, kichkina. Bepul, tekin aholi uchun, xalq uchun qilib qo'yibdi. Ham men o'rmonning ichidan o'tib ketyapman. O'rmonning ichidagi yo'lni qaranglar mana. Odamlar sayr qilib yurgani qilib qo'ygan. Mana g'ozonlarni chekkalarini yig'ishtirib tozalab tashlaydi mashina. Ichkarilar qoladi. Yana samolyot qo'nyapti-da. Aeroportga yaqin joy ekanda bu yer. Nihoyatda zavod, fabrikalar ko'p. Gollandiyada ishlab chiqarish juda ilg'or. Ayniqsa elektronika bo'yicha ona enem kerak bu samolyot ovozi. Qo'rqitib yoradi odamni. Elektronika bo'yicha mana men aytam zavod, qaranglar qanaqadir zavod. Bizga o'xshab atrofini kamera qilib, har 2 metrga kamera qo'yib, 7 metrli beton devor qilib qo'ygan yo mana. Ko'ryapsizlar? Setka bor xolos. 1,5 metrli setkadan tortib qo'ygan. Mana bu ham nimadir ishlab chiqaruvchi katta zavod. Bala samolyotlar ko'payib qoldi-ya. Men o'zimizga nimaga taqqoslayman? Bizda ham hamma yo'q joy-joyiga qo'ysa, shunaqa zo'r davlat bo'lamiz. Biz bu yerlarga kelib yurishimizga hojat qolmaydi. Hozir ishonsanglar mana salkam 3 kilometrga yaqin. 2 kilometr 800. 3 kilometrga mana shu narsalarni olgani keldim mana. Mana hammasi bo'lib. Mana naskilar ham oldim. Sovg'a. Endi naski bo'lsa ham ya texnik yuribgan, musor anaqalar tashiydigan. Shunaqa narsalarni olib ketadi, musorga o'xshab. Yuklab ketar ekan. Shunaqa gaplar. Qaranglar mana zavod. Katta zavod ekan bu ham. Mana hamma yoq kamera qilib, setka 7 metr devor qilib o'rgan yo'q. O'g'irlik yo'q. Bunday olib qaraganda, birov narsasiga birov tegmaydi, hamma to'ng'izdan to'q. Hozir o'shancha kilometrga endi yurgan bo'lsam 1 kilometr yurdim. Yana 2 kilometr yurishim kerak. Ana kuchuklarni sayr qildiryapti. Ina. Biri qora kuchugini sayr qildiryapti. Oh, men yerda tigash turibman. Eski model ekan. Gollandiyani shunday yaxshi ko'raman. Niderland millati ham zo'r. Muomalalari yaxshi. Xo'mraymaydi. Nemis xalqi xo'mrayadi. Bular xo'mraymaydi. Bular qandaydir ochiq ko'ngil bilan muomala qiladi. Hayron qolaman.
biror narsani so'rab qo'ysiz, har qanaqa ishi bo'lsa tashlab haligi joyni ko'rsatib keladi-da. Nima debdi? Business center ekan. Business center deb qo'yibdi. Best. Yo'q, palagi. Ha, yerda qanaqadir nimalar bor ekanda. Ha. Bu yo'llarni qaranglar. Trotuarlarni qaranglar. Xalq uchun hamma yo'q qilinganda. Men o'ylab qolaman, bu darajaga erishish uchun nimalar qilish kerak? Shuni o'ylayman-da. Hayron qolaman, hayron. Bular bu darajaga erishishiga qaranglar. Binolarni qurilishni ham san'at darajasiga olib chiqarganda. Arxitektura. Nima qaranglar? Mashina Veshantayda nima turadi? Просто dizaynda u. Nima turadi? Hech narsa turmaydi-ku yerda. Dizayn. Nima qaranglar? Ha. Nima qaranglar? Qurilishdi. Yondirib qo'yar ekan, qo'yar qoldim. Expedita. Siba. Qoyil. Qo'lim almashtirib ko'tarib ketyapman-da. Og'ir bo'lib ketibdi. Ko'p narsa olmasam ham og'irlashib ketibdi. FedEx pochta dunyo bo'ylab. Qaranglar mana. Samolyotlari ham bor FedEx'da. Maxsus yuk tashiydigan. Hamma yo'g'i bor. Kichkina mashinalardan tortib, yengil mashinalardan tortib samolyotigacha bor. Poyezdi ham bor o'zini. FedEx pochta. Boshla keldi yuk. Zakaz bergan. Bet avtomobillarga servis ko'rsatadigan joy ekan. Servis xizmat. Nima zakaz bergan bo'lsa keldi-da mana FedEx orqali. Stroy materiallarini derazalar ekan, eshik derazalar. Ana, yasab olib o'rnatib beradigan joy ekan. Buyurtmani bersiz, har qanaqa shaklda derazalarni yasab olib o'rnatib beradi. Xebo1 Dijik. Mana shu Dijik degan so'z nihoyatda qo'shimcha. Hammasi ko'p so'zlarida shu Dijik degan so'z borda. Nima demoqchi ekan endi u bilan hayronman. O'tishib ketsa mana mashinalar. Salom berib rahmat aytib o'tib ketyapman men. Mana bu yerda mana kraskalarni yetkazib beradigan joy. Ronos ishlab chiqaradim balki. Ha, bu ham zavod shekilli-da. Mana zavod devorlarini qaranglar. Mana shu devor bo'ladi. Yana bitta bunga sabab ham bor. Devor qilsa soya bo'ladi. Bular shu quyoshdan foydalanishga, quyosh to'smaslikka tabiiy hamma yo'q. O'ydan poyezd, elektrichka. Shu vullab o'tib ketar ekan o'zi ham. Va yuragingiz o'ynab ketar ekan daligin tezligiga. Shu o'tib bir pasda o'tib ketadi. Yomg'ir boshladi. Gollandiya yomg'ir yog'magan kunda o'zi yo'q. Niderlandiya. Nomerlar sariq. Nimagadir ajrab turgan shu qilganmi?
o'tib ketdi. Po elektrichka o'tib ketyapti. Juda tez o'tar ekan. Har 2 minut, 3 minutda o'tib ketaverar ekan. Shu o'tib. Metro Golden Mayer представляет, deydi. Namoyish etadi. Volvani qaranglar. Buni Volvani qaranglar, ishlab qo'ygan. Mana qaranglar. Elektromobil S40. Yondirib qo'yibdi ham shvedlar. Global Digital Solution. Oy, nima deganiki u aytgan Tesla bor ekan bu. Qaysi qanaqa klassik bilmadim. Boshqa ekan bu ham yangisimikin? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gollandiyadan Shukurbek Abdurazaqov 19-noyabr tug'ilgan kunimda maxsus tayyorlandi. Sog' bo'linglar.